papilloma va kandilomalarni kuydirgan edim, lekin ular boshqatdan chiqdi. Shunga bitta maslahat bersangiz. Sizda va yaqinlaringizda ham xuddi shunday muammolar bormi? Videoni oxirigacha ko'rib like bosib qo'ying. Papilloma va kandilomalardan butunlay qutulish uchun zo'r yechim beraman. Men Ahmadqulova Sadoqat Sunnatullayevna barcha turdagi dermatologik va jinsiy aloqa orqali yuqadigan venerologik kasalliklarni davolaydigan shifokor dermatovenerologman. Papilloma, o'tkir uchli kandiloma, odam papilloma virusi keltirib chiqaradigan, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar qatoriga kiritiladi. Kasallikni yagona davolash usuli kriodestruksiya, krioterapiya, lazer amaliyoti yordamida toshmalarni kuydirib olib tashlashdan iborat. Agar sizda quyidagi amaliyotdan so'ng papilloma, o'tkir uchli kandilomalar yana qaytalanayotgan bo'lsa, amaliyotdan 72 soat o'tgandan so'ng Imhimod kremidan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Kremni qo'llashdan oldin shifokor dermatovenerolog bilan albatta maslahatlashing. Yanada foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimga obuna bo'lib, videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying.